Assalomu alaykum Husanboy Uz kanalining a'zolari, qadrbaland qadrdon podpischilar, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Bugun mana hafta kuniga juma, hammanglarni juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Qadrli obunachilar, musofirdagilarga ham sog' salomat, eson-omon oila a'zosini bag'riga yetib olishni tilaymiz, xudo xolasa. Qadrli obunachilar, manzilimiz Andijon tumani Ayrilish mahallasida. Arzonchi, optimchi Hasanboy Husanboy. Ya'ni o'zimizning xonadondan Qirg'izistondan yangi partli shved buqalar kelgan. Paltarashga, yemga tayyor. Sirazi olib borib yemga tashaveradigan buqalar. Xo'p, biz videoda boshladik. Xudo xolasa videoni ko'rishdan oldin bir donadan like bosib, do'sti birodar, qarindosh urug'larni gruppalarga podlista qilib jo'natib yetkazib qo'yasizlar. Xudo xolasa kamchilik, xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sababi endi jicha hayajon bor, to'g'risi. Ancha-muncha xatolar, kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Ekranda nomerlar turibdi. Shu nomerlarga bog'lansanglar, dastlabki xizmatlarimiz bor. Manzilda aytib o'tib ketdik. Andijon tumani Ayrilish mahallasida. Xudo xolasa kelaverasizlar. Dastlabkasidan muammo yo'q. Yemoq ichmog'i, salomatchiligi hamma yo'g'i zo'r buqaladi. Xudo xolasa qadrli obunachilar. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bularni bo'ybasti, kilosi, katta kichigini aytadigan bo'lsak, eng kichiklari mana mashlar misol. 1 metr plus minus 1 metr plus minusdan boshlab 1.25 ga dobir, 1.30 ga mollarimiz bo'ylari. Ichida mana Angusga smeshinli, Angus tozalari bor. 4 tami 5 ta. Mana akalar. Bu bittasi. Bu yana bittasi mana. Mana paltarashga, yemga tayyor. Suvagi buzuq, Qirg'iziston kazarman buqalar. Bular kech payt keldi. Yemoq ichmog'ini bir hafta sinab, yedirib ichirib ko'rib qo'yasizlar. Mana buqani oldi, kuchli buqalar mana. Eng katta dadil zo'rlar. Buqalarni qaranglar akalar. Xo'p, bularning narx-navosiga ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, shu 6 oy 7 oydan boshlab 1,5 yashar 2 yasharga do buqalarimiz bor. Общий soni 66 dona. Soniga keladigan bo'lsak, soni 66 dona. Mana bo'ylari 1.15, 1.10, 1.15 pluslari juda ko'p. Mayda sirasi bo'lsa 6 ta 7 ta bor xolos. Ichida mana bir dona avlikoli ham bor, qadrli obunachilar. Avlikoli ham dahshat, mana 100 to'qol variantidan. Shu avlikolni o'zini olaman degan odam 23 million bersin. Kamini xayrisini qilib beramiz mana. Haddenli mavzu qilib ketyapmiz mana shuni. Xo'p, bularda narxiga o'tadigan bo'lsak, 15 million 500 ming so'mdan bir jup chiqarib beramiz. Eng balanddi 25 million so'mga xohlagan buqasini tanlab olaveradi. Bitta ikkita oladigan odamlar, akalarimiz misol mana. Monolari bor. O endiroda ko'rsatib o'tib ketgan mana shveti bor mana. Qo'ng'ir bilan kuchlilari. Akalar, bularni ustiga kelib sodasini qilganinglar ma'qul. Endi telefonda misol bunday yaqinlashtirib ko'rsatsak katta ko'rinishi mumkin. Uzoqlashtirsa kichikroq ko'rinishi mumkin. Biz uzoqroq kameradan olyapmiz. Sababi ko'rgan odamning ko'ziga jicha kichikroq ko'rinsin, kelganda kattaroq ko'rinsin deb. Mana Angus yana bittasi. Xo'p, 15 million 500 ming so'mdan boshlanib, tepasi 25 millionga do bo'lyapti. Mana tanlab olishga, tanlab oladigan buqalar mana 25 millionliklar. Akalar, 25 million deyapmiz. U yo'q pul. Kesinglar, kamini xayrisini qilib beramiz. 15 million 500 mingdan bir jup chiqarib beramiz. Xudo xolasa. Keyin O'zbekiston bo'ylab eng kami 15 ta 16 ta oling. Mana shunaqa mollardan 16 ta 17 ta sig'averadi. Kichkina so'ziga dastlabkasini qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab. Vodiy bo'ylab mana bir donani olsangiz ham, optimiga hammasini olsangiz ham dastlabkasini qilib beramiz. Dastlabkadan vodiy bo'ylab muammo yo'q. Kelaverasiz. Apak, adamanda aylantirib ber mollar. Qo'yib ber uni. Aylantir hammasini, hayda. Dastlabkadan muammo yo'q. Xudo xolasa kesinglar. Mana 100 to'qol shvetlari ham bor mana. O'g'lovchilarga mana shunaqangi shvetlar yoqadi, to'qollari. O'g'lovchilarga mana qangi suvagi buzuq
qo'pollar yoqadi mana yemga tashlaydiganlari. Buni bu yoqqa mana siloslab pishdi, silosni bosadiganlar bosib oldi. Sirazi olib borib shularga silos kepakni bersangiz 10 kun 15 kunda mollar zo'r bo'lib qoladi. Optimaga narxini gapiradigan bo'lsak, bularni 66 tani bir joyga optimaga oldim deydigan aka-ukalar bo'lsa, foydalanishga yo baqishga yo 1-2 yil baqib sotmoqchi bo'lsa, 66 ta общий soni mana shu yerda. 66 tani bir joyga olaman desa, vodiy bo'ylab 20 million so'mdan bersin. Maqsad sotish mana. 1-2 so'm u yoq bu yog'i ham yo'q, oshtasi kami ham yo'q. Mana 20 million so'mdan bersin. Vodiyda aytgan joyiga uy bo'lsa, ravoti bo'lsa bo'ldi, olib kelib joylab beramiz mana. Mana bu qo'llar akalar. 20 million so'mdan bir joyga 66 dona. Endi uning ichidan 60 ta oladigan bo'lishi mumkin. Misol 60 ta oladigan bo'lsa, 3 ta o'zi tanlab chiqarib olsin. 3 ta o'zimiz tanlab olamiz. Ashunda ham kelishsak bo'laveradi. Mabodo 60 taga puli bor, 60 taga joyi bor. 3 ta mana misol bitta manaqasidan, bitta manaqasidan chiqarib olsin. 3 ta o'zimiz tanlab olaveramiz. 3 ta u odam chiqarib olsa, ashunda kelishib murosa qilsak bo'laveradi. Bunaqasiga ham kelishaveramiz 20 milliondanga. Bu yerda ish bitishga asosiy savdolar 17 milliondan ham 10 ta chiqarib beramiz. 19, 20, 21 shunaqa mollarimiz juda ko'p. Asosiy ish bitadigan joylar. Ashini mo'ljallab hisobini olib kelaverasizlar akalar. 25 million so'mdan xohlagan bitta ikkitasini tanlab olsin, kamini xayrisini qilib beramiz. 10 ta olsin mana 24 million so'mdan bersin. O'zi tanlab olsin 10 ta zo'rini. 15 ta olsin mana 22,5-23 milliondan bersin. Soni ko'paygan sari narxi tushaveradi. Qadrli obunachilar, kelinglar, ko'ringlar, ustida savdosini qilinglar. Maqsad sotish. Xudo xolasa, kelgan odamlar quruq qaytarilmaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar qadrli obunachilar. Hammani chorvasiga, uydagi mehnatiga Xudoyim baraka bersin. Yaxshi kunda ko'rishguncha. Qo'llab-quvvatlab turib, bir donadan like bosib qo'yib, esdan chiqmasin.